bugungi e'lonimizni diqqat bilan eshitinglar. Biz Uns International firmamiz juda ham kattalashyapti. Endi yuridik firmaligi uchun ham Albatta. kattalashyapti. Universitetlar yuridik firmani yaxshi ko'rishadi. Hech qachon yo'qolib ketmaydigan firma deb. Keyin hozir bizga O'zbekistonda filiallar kerak bo'lyapti. Andijonda, Namanganda va Samarqandda. Samarqandda. Kattalashib, katta bo'lib, faqat mana filial ochish uchun ham bilasan, $10,000, $20,000, $100,000gacha deyishadi. Men pul olmayman. Brendlar. Brend, men pul olmayman, hech qanaqa pul olmayman, faqat meni firmamni halol, zo'r, bomba qilib ochsanglar bo'ldi. Zo'r halol ishlaydigan odamlar kerak. Farzandlari bor, xotini bor, bola chaqasi bor. Menga shunaqa Albatta. oilali insonlar kerak. Aqlini yig'ib olgan, o'qimishli. Odamlarga yordam berish mumkin bo'lgan ishda bu. Agar Aha. yaxshi anaqa qilib xizmat qilsangiz, juda ko'p odam duo qilishi mumkin. Juda ham savobli ish. Va agar siz sizda qiziqadigan, ya'ni ofis bo'ladigan bo'lsa, o'zi ofisi ham bo'lishi kerak-ku, ofis bo'lishi kerak, ya'ni kompyuterlar bo'lishi kerak, shunaqa sharoitlar bo'ladigan bo'lsa, 6586 6000, ya'ni +82 6586 6000 hali qoldiramiz ham o'sha yerga o'zingizni biznes rejangiz. Ya'ni biznes reja deganda ko'pchilik qo'rqib ketyapti. Buni nimani men polni olib kelib berishim kerak degan narsa yo'q. Faqatgina men qanaqa qilib boshqarmoqchiman, nima tashkil qilmoqchiman va yo'nalishni qanaqa tomondan olmoqchiman. Masalan, rasmlaringizni, rasmlar. keyin boshqa firma bo'lmaysiz. Ammo shuni ham aytib o'tdik, boshqa firma mumkin emas. Faqat Uz International bo'ladi. Biz hali boshqa davlatlarga qilmayapmiz hech qachon. Albatta. Faqat Koreya, Janubiy Koreyaga qilamiz o'qishlarni. Shuning uchun faqat Janubiy Koreyaga moslashtirib ochishingiz kerak. Ishchi viza yo boshqa vizalar bilan ham shug'ul, faqat o'qish bo'yicha konsultatsion markaz. Xohlasangiz mana uchimni sentr tashkil qilishingiz ham mumkin va Uz International kompaniyasi nomi ostida hammasi bo'ladi. Keyin mana Koreyada o'zini qarindoshlari bo'lsa, opa, singil, uka, akalari bo'lsa, taklifnomalar bo'yicha ham bizni firma Tenjon Sanimiz advokatimiz orqali berishadi. Taklifnomalarni, neonni, o'sha o'zini aytadi, dardini, nima ishi, nima bilan keladi, qancha puli bor, o'shalarni ko'rsatib bersa, u taklifnomalarni ham qilamiz. Shunaqa narsalar, yaxshi narsalarga yordam beramiz. Albatta. Harakatchan, yangi ideyali odamlar kerak. Hammaga omad.